Bolalarda gijja borligining asosiy 5 ta belgisi. Birinchisi albatta astritsa. Bola kechasi uxlaganda orqa teshik atrofini qarshalaydi. Chunki bu gijja tarqalishining eng oson usuli. Ikkinchi belgi. Bolalarda ovqat hazm qilish tizimi bilan muammolar paydo bo'ladi. Ko'ngil aynishi, qorinda og'riqlar paydo bo'ladi, ich qotish paydo bo'lishi mumkin. Keyingi belgisi yuz terisida qandaydir dog'lar paydo bo'lishi mumkin. Nimaga? Chunki vitamin kamayib ketadi. Gijjalarning ba'zi turlari bolalarda mavsumiy yo'tal chaqiradi. Va oxirgi belgisi bolalarda allergiya. Gijjasi bor bola allergiyaga ta'sirchan bo'ladi. Nima sababdan? Chunki ichak va organizmdagi gijjalar immun tizimini doimo qitiqlab turadi. Bolalaringizni gijjadan asrab qolishning eng samarali usullaridan biri bu profilaktika. Ularni toza ozodalikka o'rgating va Numa kompaniyasining Riki mahsulotini tavsiya etamiz. To'liq ma'lumot uchun kommentariyga gijja so'zini yozib qoldiring.